Bundan muqaddam 10 yil ilgari bir bovay yanımga kelibdi ekan. Bu bovay nima dedi desanglar, endi bu bovay 65 yosh kiribdi. O'zi nihoyat bak chiroyi sulg'un, choch soqollari shunda o'sib ketgan. Yanımga kelib bu bovay 5 yilning oldida mening ayolim tugab ketgan. Balalarim mening to'yimni qilib qo'yapti, ukam. Mushu yosh yo'g'inab qolgan chog'da tangnim bo'ldi, menda bak chekinish zo'rlab ketdimi? Ben yemeğen doram kalmadı. Muşu koçunun işi, tibabat koçusunun işi de hem mi tiyipnin ki muşu börek, bahını güçlendirdiğin doğrunu birini hep yap baktım fukam. Üzerime hep öz yurtumda muşu kağılık naistinken baktığımız. Eşyadım ben üzerimde bazay gülleri 80 halkını içip haklıca çaylıktan şey yapırtma. Üzerime ancak bir tibabat işinde haberim var. Hem üzerime ancak bir doğru yasap ısıqda kıp baktım. Tiyip dedim ma şunda qatletgan doğru yapbaktım lekin bana fakat menfaat qilmadi ukam debdi. Yemek içmekten nima yeyla desem kunda 2 tal g'oz tuxum yeytma. Undan bilan kebab yeytma deydi o. Şunun bilan hamda nima masala bor desem bayan bu o'xshash menda ojizlik bor dedi. Degandiki men turib ketib qınam aka bu tiyipning hammasini appilapli bu baxtni kuchlanayotgan dorini. Endi qopab mendan hozir men yana shunday dorini bersam bu payda qilamisilingcha desam endi silam qatli ekan amaga silni bir appaqan bo'lsam debdi. Shuni bilan ma'qul aka men sizga do'ri yozib deb hepsiga 2 qacha qatiq bir qacha lampong yeslar deb yozib berdim. Yozib berib qolsam ay bu nima do'rmush bu do'ri ulamdi bu o'g'avalni zarri bekliyan menga. Bu qatiq degan bu so'qoq, lampong degan bu so'qoq tursa debdi. Shuni bilan aka sizlar tiyipning hammasi do'risi yapiblar. Ondan her quvvatlayotgan do'rini yap. Uning ustiga o'zi 65 yoshga kunda 2 ta g'oz tuxumi ekan, kebab yetmi deydilar. Bu badan deganlik bir etizlikqa o'xshaydi. Bu o'g'itning eng no'si salib berganga bu yerga. Suv boshimasak ko'p ketadi u etizlikka binosi unmaydi u etizlikqa. Dal silning hozir badan qon quvvat bilan to'laqliq suv yo'q, suv. Shu do'rini burdim, hepsiga 2 ta qatiq, 2 qacha qatiq, bir qacha lampong iste'mol qilib kelsa deb yo'lga solyaptim. Bu bovay ko'ngli yerim bilab qanam bir ishini bir shanmay ketdi. Ketib bir oy o'tgandan keyin noyt bir gum dasab soqollarimni noyt pokiz ilayotgan maydalarni ichib tuklarni chiqib go'st dasab kelgan kim tevib deb quchoqlab ketdi bu odam. Men ömrümde 65 yıl yaşaş jarayonida bir qatiq bilan lampongning bunda xosiyati borligini uqmabdim ekan. Ukam siz degandek bir ishini bir ishonmay 2 qacha qatiq, bir qacha lampongni yedim. Uning bilan tiyipning issiqlik dorisi yeverdim. Kavupimni, g'oz tuxumimni yeverdim. Meni qalamman. Shu bir haftadan keyin menda shunchalik yaxshilanish bo'lib ketdi edi. Endi bu yerda men nima demoqchi degan chog'da issiq sovuq mijozni armoqchi. Ba'zilarni bilasizlar bu xo'talliklar odatda janubning odamlari sovuqlik qilmaydi, qatiq ishmaydi, lampong ishmaydi, kunda kebab yeydi. To'g'ri. Bizning bu muhitimiz dal issiqlikqa moyilroq yashamasak, o'pkimizdan ketib qolamiz. Chunki havo uchiq kunlarima 60 tonna to'pi yog'adi mana shu ichida. Shuni biz quvvatliroq yemasak, o'pkimiz zo'r darajada chekinib, nurg'unligan yuqum kasalligiga giribdorlab qilish mumkin. Shunga hamda shimolning odamlari sovuqqa moyil, narsani ko'proq iste'mol qiladi. Bizda issiqqa moyilroq narsani ko'proq iste'mol qilamiz. Ham mijozimizni tanishaymiz. Demek endi issiq sovuq mijozni tanishash orqali odam hayotini doğru yemay turibmi, bir umr kasal bo'lmay, necha 10 yil, hatto 70-80 yilgacha sog'lom holatda issiq sovuq mijozingizni bilasizsiz. Doktor tibning oldiga bormasligingiz mumkin. Shunga bu yerda demoqchi o'g'lim, ustozimizning gapi bor, 40 yoshga kelibmi o'zining mijozining issiq yo sovuqligini, o'zining mijozining nima narsani xilkatgan, nima narsa xilkamayotganligini bilmagan odamni hayvon danglar deyotgan bir gapi bor. Demak, o'zining issiq sovuq mijozini bilish nihoyatda yaxshi ish.